Olish kerak, tozalash kerak. Menga qara. O jinni kelyapti-da. Ana jinniga bir 2000 so'm bersak tozalab belaydi. Jinni bo'lsa pulli famaga bormaydi. Pulli famaga bormaydi, bo'ladi, u bekor yuribdi. Tintak. Menga qara. Nima qilib yuribsan? Yaxshimisan? Yaxshi. Yaxshi yuribsan? Yaxshimi? Bitta mana shu narsalarni menga qara. Mana shunaqa shuni tozalab ber. Pul beraman senga. Pul berasanmi? Pul beraman. Pul berasanmi? Davay, ha. Tozalayman. Aracha oldi. Opke ana shunga. Yetkazdi xudodan aylanay, ilinib olvolay, onamni ko'rgani boraman. Ishlarim yo'limni to'ssa ham, poyimda tikanlar o'ssa ham, bir dasta gul olib bo'lsa ham, onamni ko'rgani boraman. Kirsam ham ikkita non bilan, bag'riga bosadi jon bilan, aytadi keldingmi jon bolam, onamni ko'rgani boraman. Pul ber. Tashlab kelasanmi? Tashlab keling, pul ber. Mana senga qizil pul. Bittasini bering. Bo'ladi bu. Haqiga bormaydi bo'ldi. Onamga shashlik bormaydi. Boraver. Rahmat. Baraka top. Rahmat. Jinnini boribdi kuzatayda men. 2000 pul berdi, u ketdi ustaloviga shashlik olaman deb. Unga shashlik kim beradi? Ahmoqmi qolganlar? Ya, jinni farqiga bormaydi. Ketdik bitta borib ko'raylik. Olaman. Onamga shashlik. Pul ishladim. Onamga shashlik. Shashlik olaman. Aka, assalomu alaykum shashlikchi aka. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Shashlik bering. Shashlikni nima qilasiz? Onamga olib boraman. Onamga ikkita shashlik bering, onam yeydi. Onamga boraman. Bo'ldi, hozir darrov qo'yib tayyorlab beraman. Qarang ukajon, ana bu ikkita onangizga, ana bu ikkita o'zingizga. Ikkita bo'ladi. Yo'q, ikkita onangizga, ikkita o'zingizga. O'zidan mazza qilib ovqatlanib oling. Rahmat aka. Rahmat. Onamga shashlik olib boraman. Onamga shashlik olib boraman. Mana. Onangizga olib boringda, o'zidan mazza qilib yeb olib, Rahmat. salomat bo'ling. Salom deng onangizga. Sog' bo'ling. Salomat bo'ling. Sen menga qara. 2000 so'mlik shashlik deb boringmi? Jinniki bu. Hay jinni bo'lsa ham zato onasini o'ylayapti. Hozir men ham jinni bo'lib kelsam 2000 bersam shashlik berasanmi menga? Aka, u onasini o'ylayapti. Sizlar kafelarga borasizlar, barlarga borasizlar, tog'larga chiqasizlar, maishat qilasizlar. Biron marta onalaringizga yo otalaringizga shashlik olib borib, xursand qilib, kayfiyatlarini ko'targanmisizlar? Bitta shu narsani o'ylab qaranglar qani o'zlaringiz. Ko'rdingizmi, siz xato ish qildingiz bu yerda. Jinni bo'lsa ham onasini o'yladi. Onasini o'ylayapti u. Salomat bo'lasizlar.